Assalomu alaykum. Muhim voqealar, muammolar, tanqid va tahlil bularning barchasini o'z ichiga olgan Rosnetting tok-shousi yana efirda. Assalomu alaykum. Bugungi tok-shoumizda ham yana bir dolzarb mavzu. Kambag'allik bu shunchaki statistika emas. Bu har kuni duch kelinadigan hayot haqiqati. Bugun raqamlar ortidagi haqiqat, yordam olayotgan va hali ham yordam kutayotgan oilalar haqida gaplashamiz. Studiyamizda ekspertlar guruhi bor. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. Assalomu alaykum, studiyamizda xush ko'rdik. Umuman olganda mana shu tizim bo'yicha kambag'allikni qisqartirish bo'yicha nima ishlar qilindi va qilinyapti va 2026-yilgi rejalar haqida gaplashsak. 2024-yildan boshlab muhtaram prezidentimiz tomonidan umummilliy harakat doirasigacha chiqarildi. Buning asosiy sababi o'sha mamlakatimizda kambag'allikni rasman tan olish hamda unga keskin qarshi kurashish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ko'rish yuzasidan muhim vazifalar belgilab berildi. Buning natijasida o'sha rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarning tajribalari o'rganildi. Bu Turkiya tajribasi hamda Xitoy davlatining tajribalari kambag'allik qisqartirish bo'yicha eng yaxshi bizaga tushadigan, ya'ni O'zbekistonni mentalitetiga tushadiganlari tanlab olindi hamda 32 ta pilot loyihalari amalga oshirildi. Bu nimalar deyish mumkin? Bunda ko'rishimiz mumkinki, mamlakatimizda kambag'al oilalar bilan individual tarzda ishlash tizimiga o'tildi. Qanday mana shu individual tizimda ishlash qanaqa u? Aniq konkret tizimi bu birinchi navbatda ijtimoiy xodim tomonidan kambag'al oilalarga, ya'ni ijtimoiy nafaqa oluvchi fuqarolarning xonadonlariga borgan tarzda so'rovnomadan o'tkazildi. U haqiqatan kambag'almi yoki kambag'al emasligi to'g'risida 150 dan ortiq savolnomalar asosida uning o'sha holati o'rganildi. Undan keyin uning o'sha fuqaroning daromadlari, manbalari borligi yoki yo'qligi skoring tizimidan skoringdan o'tdi. Bu turli vazirlik idoralarining ma'lumotlar bazasi bilan integratsiya qilindi. Ya'ni bu soliqda uning daromadlari ko'rinadi, bankda uning depozitlari bormi yoki yo'qligi va boshqa tashkilotlarda bazalari bilan solishtirib kelindi. Ya'ni uning qolgan joylarda pul mablag'lari bormi, aktivlari bormi yoki bo'lmasa ularning daromad keltiruvchi noturar obyektlari bo'lishi mumkin, maxsus avtotransport vositalari va shunga o'xshash uning daromad manbalari o'rganiladi. Demak, kambag'allik mezoni ham aynan shunga qarab belgilanadi. Shunga qarab belgilanadi. Ya'ni kambag'allik chegarasi bu o'sha har bitta oila a'zolariga kambag'al oilaning 669 ming so'mdan bugungi kunda kam bo'ladigan bo'lsa, jon boshiga bu minimum yashab qolish uchun berilgan ko'rsatkich, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. U agar 669 ming so'mdan kam bo'ladigan bo'lsa, kambag'al oilalarga ro'yxatiga, reyestrga kiritiladi. Agarda uning daromadlari, misol uchun boya skoring tizimini aytdik-ku, skoringdan agar ko'pchilik fuqarolarimizda daromad qismlari soliq yoki boshqa tashkilotlarda ma'lumotlar bazasi bilan da emas. Sababi ular nolegalniy daromad topayotgan fuqarolarimiz ham ko'p. Yoki bo'lmasa o'sha nomidagi obyektlar yoki boshqa narsalar ko'pchilikning ota-onalarini, aka-ukalar nomlariga rasmiylashtirilgan. Bu skoring tizimida aniqlashdi. Bir muncha murakkabliklarga olib keladi. Shu sababli o'sha yerda, ya'ni fuqarolarimizda o'sha fuqaro to'g'risida skoringdan keyin mahalliy yetkaziliga SMS xabarnoma ketadi. Bu fuqaro kambag'almi yoki kambag'al emasmi degan ularda fikrlari o'rganiladi va shuning natijasida o'sha kambag'al oilalarga agar ovozlar 3 ga 3 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni 7 likda mahalla raisida ovoz ko'proq bo'ladi. Sababi mahalla raisi o'sha joydan saylanadi. Uning o'sha oilaning daromadi azaldan qanaqa faoliyat bilan shug'ullanib kelyapti, uning daromadi yetarlimi, u kambag'almi yoki kambag'al emasmi, haqiqatan shu reyestrga kirish kerakmi yoki kirmaslik kerakmi degan nimani qilgan holatda u qarorni qabul qiladi. Bir narsani so'ramoqchi edim, mana javobingiz avvalda aytyapsiz, 669 ming so'm qanday shakllantirilgan? U qaysi mezonga asosan? 669 ming so'm ichiga nimalar kiradi? Inson, misol uchun, ehtiyoji bor, bir lamchi, ikki lamchi. 669 ming so'm insonni bir kunda yashash minimum xarajatlari hisoblanadi. Ya'ni o'shandan kelib chiqib, ya'ni o'sha sog'liqni saqlash va jahon tashkiloti, Jahon bankini bergan tavsiyalar asosida qilingan. Bu 669 ming so'm hozirgi kundagi chegara hisoblanadi. Bundan tashqari o'sha fuqarolarimiz kambag'allikdan misol uchun chiqarishda ularga individual rejalar tuziladi. Individual reja nima degani? Kambag'al oila a'zolarining farzandlari, oila a'zolariga misol uchun o'sha oilani kambag'allikdan chiqarib ketish bo'yicha xizmatlar biriktiriladi. Ya'ni uni barqaror bandligi, daromadini oshirishga qaratilgan xizmatlar,
bu kredit ajratish, subsidiya berish, suvda berish, doimiy ishga joylashtirish, ijara asosida yer berish va tadbirkorlik subyektlariga jalb qilish, o'qitish, kasb hunar o'rgatish va shunga o'xshagan xizmatlarda hokim yordamchisi tomonidan qilinadi va ijtimoiy masalalar bo'ladigan sog'lig'ini tiklash, operatsiya o'tkazish, kambag'allikka tushib qolgan va boshqa ijtimoiy masalalar bo'yicha ijtimoiy xodim o'zidan xizmatlarni biriktiradi va shu oilaga bizada hokim yordamchilari ham bor. U tizim qanday ishlaydi? Qanday aniqlaysizlar? Jarayonlar qanday kechadi? Marhamat. Misol kambag'allik reyestriga kirgan oilada 5 nafar fuqaro bo'lsa, har biriga alohida. Har biriga alohida tuziladi. Har biriga alohida tuziladi. Bular aytgandek, ishga joylashtirish bo'yicha doimiy ishga joylashtirish xohishiga qarab yoki daromadi past bo'lsa, daromadi yuqori bo'lgan ishga joylashtirish bo'yicha, kasb hunariga o'qitish bo'yicha, farzandlarni bog'chaga imtiyozli joylashtirish agar reyestrga kirgan bo'lsa, farzandlari imtiyozli nimaga qo'yiladi. Demak, hammasi ijtimoiy himoya reyestrida shakllantiriladimi? Ijtimoiy himoya reyestrida shakllantiriladi. Daromadi oshgandan keyin 6 oy fursat o'tadi, muddat o'tgandan keyin qayta so'rovnoma shakllanadi. Bular aytgandek, yana qayta mahalliy yettiligiga nima keladi, elektron tarzda qayta so'rovnoma o'tkaziladi. Agar o'sha fuqaro, ya'ni o'sha oila daromadi oshgan, kambag'allik reyestridan chiqib ketadigan darajaga kelgan bo'lsa, o'sha qayta so'rovnoma natijasida nimadan chiqariladi, reyestrdan. Shu tariqa proses davom etadi. Agar oshmagan bo'lsa, yana qayta ko'rib chiqiladi, nimalari o'zgartiriladi. Yo'nalishlar. Mana shu reyestrdan chiqarayotganlarda nimalarga e'tibor beriladi? Majburlab chiqarib yuborilmaydimi u reyestrdan? Masalan, sen reyestrdan chiqishing kerak, sen kambag'allik ro'yxatida hali ham turibsan degan bir mezonlar yo'qmi? Unday mezonlar yo'q, chunki hammasi elektron tarzda u ko'riladi. Daromadi oshgan bo'lsa, soliq bazasidan ko'riladi. O'qib chiqqan bo'lsa, sertifikat olinadi, u ham elektroniy. O'qigandan keyin uni обязательно ishga joylashtiriladi. O'z band qilib yoki biror tadbirkorga biriktiriladi. Hozir bular aytib o'tgandek, yashirin iqtisodiyotga hammasi bog'liqda. Ko'p oilalar, ko'p fuqarolar nolegal tarzda daromad topib kelmoqda-da. Bozorda ishlaydi. Shahar sharoitida bilamiz, ko'pchilik xizmat ko'rsatishga nima qiladi? Oyligi ofitsial emas, lekin yaxshi daromad topib keladi. U ba'zida ko'rinmaydi. Avtomatik uni integratsiya qilib turib, uni daromad topib olish imkonsiz. Shu maqsadda hozir bizga yana bir qo'shimcha nima bo'lgan, yashirin iqtisodiyotdan chiqarish. Ya'ni ishlab kelayotgan fuqarolarni daromadini legallashtirish, soyadan chiqarish. Shu tariqa kambag'allikdan chiqarishga nima qilingan. Rahmat. Bizda mavzuga doir lavha bor. Rejissorlarimizdan iltimos qilamiz monitorga qo'yib berishlarini. Bugun kam ta'minlanganlik shunchaki muammo sifatida emas, balki hal etilishi lozim bo'lgan aniq vazifa sifatida ko'rilmoqda. Raqamlar, dasturlar va qarorlar ortida esa inson taqdiri turibdi. Xo'sh, yurtdoshlarimiz bu o'zgarishlarni qanday baholamoqda? So'nggi yillarda mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirishni birgina o'zimizni aholining turmush tarzida ko'rishimiz mumkin. Masalan, u nafaqat shahar hududlarida, balki eng chekka hududlarda, hattoki markazlashmagan hududlarga qadar ham o'sha insonlarning hayot tarzi, turmush sharoiti farovonlashgani albatta mamlakatda kambag'allikni naqadar o'sha qisqa fursatda qisqarayotganligidan darak beradi va bu albatta davlatimiz rahbarining tegishli qarorlari, farmonlari va vazirlik idoralarining yaratayotgan aholiga, xalqqa ko'rsatayotgan xizmatlarning natijasi esa yanglish bo'lmaydi. Kambag'allikni qisqartirish bo'yicha asosan biz davlat tashkilotlari bilan ishlaganmiz bizada. Aholini o'rtacha o'zini iste'molini, o'zini qoplashini va o'rtacha daromadini oshirish uchun xizmat qilayotgan tashkilotlardan bittasi bu. Kambag'allikni qisqartirish hozirgi kunda juda ham ko'p ishlar amalga oshirilyapti. Xalq uchun ham manfaatli bo'ladi, sezilyapti bu olib borilayotgan islohotlar natija beradi deb umid qilamiz. Hozirgi kunda rosa ko'p ish o'rinlari bor hozir. Odamlar shu ishga kirib, ozgina pul topib daromad qilsa bo'ladi. Kam oylikdan qochish kerak emas, shuni o'ylayman. Shaxsan men o'zim yashaydigan mahalla misolida, tuman misolida ham aytishim mumkin. Ularga yaratilayotgan sharoit va ko'mak qamrovi ko'payib borgani natijasida kambag'alchilik darajasi pasayib boryapti deb men ishonch bilan ayta olaman. Yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan kambag'allikni qisqartirishga oid barcha imzolanayotgan qarorlar, qoidalar albatta fuqarolarimizni ijtimoiy ta'minlashga xizmat qiladi. Yoshlarimizni mana bu hozir mana Toshkent davlat yuridik universiteti talabasiman men o'zim. Mana shu yerimni misol qilib oladigan bo'lsak, qancha talabalarimiz bor. Mana shu talabalarimizni ham davlat tomonidan ta'minlayotganligi albatta o'rinli deb hisoblaymiz.
Mana lavhani ham kuzatdik. Ushbu lavha bo'yicha fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Demak, kambag'allikning belgilari nimada? Birinchidan moddiy kamchilik, ijtimoiy, iqtisodiy kamchilik, ijtimoiy ahvol. Shu bilan birgalikda qisqacha qilib aytadigan bo'lganimizda, bu kundalik hayotda moddiy qiyinchiliklarda girdobida yashayotgan, muhtojlikdan chiqishga intilayotgan inson hisoblanadi. Ayniqsa shu kambag'allik darajasidan chiqarishda mahallalarda o'sha hunarga o'rgatish, hunarmandchilikka rivojlantirish, demak o'zini band qilish va shu orqali kreditlar berib, ularni ya'ni foizsiz kreditlar bergan holatda adashmasam foizi kam, necha hozirgi kundagi foizi qayta moliya stavkasiga 4% berish bo'ladi. Bu 18% hozirgi kunda. Ko'pchilik mana shu ehtiyojmand oilalar mana shu kreditlar liniyasi borligidan xabardormi? Chunki biz bilamiz, hozir kredit olish juda ham oson, turli xil onlayn platformalar chiqib ketgan. Kirasiz 2 daqiqada sizga kreditni rasmiylashtirib beradi va ko'pchilik holatda uni foizi baland bo'ladi. 49-40% kreditlarni rasmiylashtirib qo'yishyapti aholimiz. Bu subsidiyalarni boqimandalik kayfiyatiga olib borilishiga asosiy hisoblanib qoldi. Sababi o'sha fuqarolarimiz ber deyishga o'rgandi, lekin ular tarafdan bir oldinga qarab siljish bo'lmadi. Shu sababli ko'pgina subsidiya turlari o'sha o'rganilish tahlillar natijasida sudda ko'rinishi, ya'ni foizsiz kredit hisobiga o'tkazildi. Bu kambag'al oilalar uchun beriladi. Hozirgi kunda demak foizsiz kredit bor kambag'al oilalar uchun. Undan tashqari tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlarga kredit liniyalari ham bor. Ular fuqarolarni endi kelib chiqib iqtisodiy holati, mahalladagi driverlardan kelib chiqib, buni nima xohishiga ko'ra o'sha xohlayotganligi fuqarolar tomonidan beriladi. Shu o'rnasiga men bitta savolim bor, bitta narsaga oydinlik kiritib ketishingizni iltimos qilardim. Kambag'allik va boqimandalik o'rtasidagi farq va chegara qayerda? Mana hozir ko'p suhbatingiz davomida eshityapman, kambag'allik, boqimandalik. Misol uchun kambag'al oilalarda o'zi asnoda mana hududlarda ko'p yurganimizda bilamiz. Ko'pgina o'zi asosiy kambag'al oila men kambag'alman demaydi. Murojaat qilmaydi kerak. Qilmaydi, chunki unda oriyat bo'ladi, unda oldinga qarab intilish bo'ladi. Ozgina davlat tomonidan qanaqadir ishga joylashtirishmi yoki farzandini bir daromadga ega qilish orqali uni kambag'allikdan chiqarib ketsa bo'ladi. Lekin boqimanda kayfiyatdagi odam faqatgina davlatdan imtiyoz yoki tekin narsa berishini kutib o'tiradigan odam. Lekin bitta narsa bor, xalqimizda naql bor, ajoyib. Qo'ldan berganga qush to'ymasdi emas degan naql bor. Shu sababli o'sha fuqarolarimizda mana shu kambag'al oilalar orasida ham boqimandalari borligi bu afsuski haqiqat. Bu unga qarshi ham biz qarshi kurash bo'yicha yangicha loyiha yondashuvlar qilingan. Bu nima qilingan? Mana hokim yordamchimiz ham tasdiqlashi mumkin. Ya'ni har 5 ta oilaga 3 tadan o'sha mahalladagi o'zini so'zini o'tkaza oladigan, obro' e'tiborga ega nuroniylar biriktirilgan. Sababi sen uyingda yotmagan, bunaqa bo'lmagan, seni ota bo'lmay bunaqa bo'lgan deb nima qilmagan, sen ham daromad topgan, sen oladigan qo'ldan beradigan qo'lga o'tgan degan targ'ibot ishlarini o'tkazish uchun ularga to'g'ri ko'rsatma berish uchun ularga ham ayni shunga yaqin savol bermoqchi edim. Odobek aka, sizdan javob kutib qolaman. To'g'ridan to'g'ri odamlar bilan ishlaysiz. Davlat yordamini olayotganlar haqiqatdan ham ehtiyojmandmi? Bu narsa yaqin-yaqingacha bor edi, lekin hozir mana yuqorida ekspertlar aytib o'tdi. Bunga alohida individual yondashgan holda baho berilyapti. Mahalliy erkinligini to'g'ridan-to'g'ri mas'uliyat. Bundan tashqari bilasizki, har bitta mahalla o'zim shu sohada ishlagan, oldingi lavozimdan kelib chiqayotgan bo'lsam, har bitta mahalliy erkinligini xodimida yuqorida vertikal bor o'zini, ya'ni vertikal ham kelib alohida monitoring ishlarini amalga oshiradi. Undan tashqari har bitta soha bo'yicha ajratilayotgan mablag'lar bo'yicha bilasizki, bugungi kunda o'sha davlat maxsus o'zini nazorat funksiyalari bor. Hisob palatasi yoki shunga o'xshagan demak institutlar borki, ular ham borib davlat har bitta ajratilayotgan mablag'larni tekshiradi. Endi bugungi kunda davlat siyosatidan kelib chiqadigan bo'lsak, birinchi galda davlat rahbari ham murojaatlarda aytib o'tdiki, biz iqtisodiyotimizni rivojlantirishimiz kerak va uni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Bugun ko'ryapsizki, xalqaro tektonika qanaqa holatda? Bugun xalqaro tektonika shunaqa holatga kelib qoldiki, umuman xalqaro hamjamiyat har bitta resurs uchun juda katta kurashlar ketyapti. Mana shu fondan kelib chiqadigan bo'lsak, bugun har bitta O'zbekiston Respublikasining fuqarosi har bitta resursni demak avaylab asrab ishlatish kerak. Ya'ni to'g'risini aytishimiz kerak, bugungi kunda o'zimizda ham o'ziga yarasha kamchiliklar bor. Chunki bitta oila yillab pul yig'yapti-da, uni to'g'ridan-to'g'ri hech qanaqa aktiv keltirmaydigan to'y hashamga sarflab yuboryapti. Bu ham bir alohida ikkilamchi xarajatlar. Unda hech qanaqa bir naf yo'q, ya'ni qaytib keladigan bir aktiv mablag' emas. Biz bundan ham bu fondan ham kelib chiqishimiz kerak. Bu vektordan ham. Yana bitta narsa bugun
tektonika shunaqaki, eng katta yirik iqtisodlar ham bugun rivojlanishdan to'xtab qolyapti yoki kamayib ketyapti rivojlanish. Ya'ni keyingi yillarda mana kerak bo'lsa o'sha Xitoy, Amerika iqtisodiyotlari ham demak foizlarga qaraydigan bo'lsak orqaga qarab rivojlanyapti. O'zbekiston iqtisodiyoti aksincha rivojlanish har yili demak musbat, ya'ni biz har yili milliy iqtisodiyotimizda demak to'g'ri 2 raqamli raqamlar bo'lmasa ham, lekin keskin ravishda har yili rivojlanib boryapti. Buni biz teflon iqtisodiyot deymiz. Teflon iqtisodiyot degani bu mana shunaqa sharoitda ham demak xalqaro hamjamiyatda bir qiyinchilik bo'lib turgan yoki stagnatsiya bo'lib turgan vaziyatda ham demak milliy iqtisodiyotimiz rivojlanyapti. Bu teflon iqtisodiyot deb nomlanadi. 2026-yilga qaraydigan bo'lsak ham har bitta iqtisodiy sektor, ya'ni o'sha sanoat ham 6.8% reja, 6.4% reja qilingan va bozor sektori ham yoki qurilish sektori ham demak 10% dan yuqoriga demak rivojlanishda reja qilingan. Buni hammasini agar biz jamlab gapiradigan bo'lsak, 2026-yilda ham o'sha kambag'allikni qisqartirish yoki insonlarni, fuqarolarni umuman qashshoqlikdan, kambag'allikdan chiqarish yoki bandligini ta'minlash bo'yicha davlat siyosati juda ham davlat siyosati yoki kirib kelayotgan qonun loyihalariga ham qaraydigan bo'lsak, asosiy maqsad bu o'sha 2026-yil 4.5% gacha pasaytirish, ikkalasini ham parallel, ya'ni kambag'allik darajasini ham yoki ishsizlik darajasini ham keskin kamaytirish. Otabek aka, mana o'zi umuman aytib o'tyapmiz, kambag'allikni qisqartirish uchun birinchi navbatda biz ishsizlikni kamaytirishimiz kerak. Bu borada nima ishlar qilinyapti? Demak, davlatimiz rahbari parlamentga O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida ham bu raqamlar aytildi, ya'ni ishsizlik darajasi demak 2025-yil oxiriga kelib 4.9% gacha tushirildi. Endi bu 2026-yilda shunaqa umuman kompleksga, umuman butun o'sha iqtisodiy kompleksga va u yerdagi parallel komplekslarga shunaqa masala qo'yildiki, 2026-yilga kelib bu darajani 4.5% gacha tushirish. Bunda qanday qilib biz tushiramiz degan savolga ham u yerda javoblar bo'ldi. Birinchi galda yuqorida ham aytib o'tdim, ya'ni iqtisodiyotni barqarorligini keskin ravishda yanada qo'llab-quvvatlash va demak aholiga yuqorida ekspertlar ham aytib o'tdiki, demak past darajadagi yoki umuman ularga mos keladigan stavkalardagi kreditlar taqdim etish. Buning uchun 450 trillion so'mlik demak resurslar banklar orqali tadbirkorlikni, kichik va o'rta tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash uchun ajratilishi ham aytib o'tildi va undan tashqari demak 675 trillion so'mlik 2026-yil investitsiya loyihalarini qo'llab-quvvatlash orqali ham aholini bandligini ta'minlash va bu orqali demak kambag'al oilalar sonini kamaytirish va demak monetar siyosat yoki fiskal balansni mustahkamlagan holda 2026-yilda ham bizning prognozlarimiz butun demak buni xalqaro hamjamiyat ham aytib o'tyapti. Demak keskin barqaror rivojlantirish bu davlat siyosatining asosiy maqsadi sifatida iqtisodiy yo'nalish tanlab olindi. Yana qo'shimcha qilib aytsam, Farqi bitta savolim bor edi. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, ilk bor 1435 ta mahalla kambag'allikdan xoli hududga aylandi degan statistikamiz bor. Umuman kambag'allikdan xoli hudud degan qanaqa tushuncha u? Umuman olganda o'sha mahallalarda kambag'allikni qisqarishi bu o'sha kambag'al reyestrida bugungi kunda kambag'al oilalar yo'q degani. Chunki kambag'al oilalar reyestrida bilamiz reyestrga kiritiladi va reyestrdan chiqarib yuborilgan. Bu ma'lum vaqt davr mobaynida yana tushib qolishi mumkin. Tushib qolmasligi uchun hozirgi kunda yangi qaror prezident farmoni chiqdi, 258-sonli farmon. O'sha kambag'al oilalar reyestriga tushib qolish kategoriyasi ham belgilanyapti. Ya'ni ular bilan ham endi misol uchun mana 669 ming so'm deyapmiz-ku, o'shanga yaqinlashgan sari biz o'sha bilan ishlab, uni daromadini oshirishga qaratilgan xizmatlar bilan qamrab olib, uni yanada yaxshilashga, daromadini yaxshilashga qaratilgan ishlarni olib boramiz. Bilasizmi, yutuqlarimiz o'zimiz bilan, lekin mana shu ehtiyojmand oilalari ko'p bo'lgan og'ir hududlarimiz ham bor. Bu qaysi hududlar va bu yerda alohida qanday tizimli ishlar amalga oshirilmoqda? Bugungi kunda xabarlaring bor. Hamma prezidentimiz ham aytib o'tdilar. O'zbekiston qiyofasidagi yangi tumanlar hamda o'sha og'ir tumanlar ham belgilab olindi. Undan tashqari mana 2025-yil sarhisoblariga keladigan bo'lsak, 1024 ta mahalla tanlab olingan edi. U yerda haqiqatan ham o'sha hokimliklarning taklifiga asosan eng og'ir hududlar, u yerda o'sha aholining daromadi past bo'lgan, yerlarni meliorativ holati past, ya'ni suvsizlikdan qiynalgan mahallalar, tadbirkorlikni rivojlantirishda barqaror elektr manbalariga ega bo'lmagan hududlar tanlab olingan edi. Va 1024 ta o'sha mahallalarni iqtisodiy rivojlantirish maqsadida ya'ni ularga suv tarmoqlari tortib borib berildi. Undan tashqari gidro inshootlar qurib berildi, suv bilan ta'minlash tomorqasini hamda sip kabellar va tayanch ustunlari, transformatorlar o'rnatib berildi. Buning natijasida aholining o'sha yerda bilamiz, O'zbekiston hududida o'sha olis hududlarida
hammani uyida kamida tomorqasi bor. Tomorqasidan samarali foydalanish maqsadida suv bilan ta'minlab aholi daromadini qaratishga e'tibor qaratilyapti va bu nimalar yangi kelgusi yilda ham amalga oshirilishi nazarda tutilmoqda. Farq aka, tajriba loyihalari haqida ko'p gapirilyapti-da. Masalan, Sayxunobod tajribasi, Ulch tajribasi, Zarbdor tajribasi deyiladi. Mana shu tajribalar haqida tushuncha berib o'tsangiz, nimaga aynan ular namuna sifatida olinyapti bugun? Bu hududlarda o'sha kambag'allik va ishsizlikka qarshi kurashish bo'yicha asosiy ishlar amalga oshirilgan. Yoki respublika ishchi guruhi bor bu yerda ishlaganmi? Respublika emas, u yerda o'sha maxsus bir ishda amalga oshirishda o'sha ma'lum bir hududlar tanlab olinib, o'sha yerda tajriba sifatida sinovdan o'tkaziladi. Misol uchun mana o'sha Sayxunobod tajribasi deyiladi. Endi bu yerda mikro loyiha, mikro loyihalar bo'yicha, ya'ni fuqarolarga o'sha imtiyozli kreditlar beriladi va o'sha yerda o'zini o'sha mikro loyihalarda kamida 2 ta odamni band qilish kerak bo'ladi. Ya'ni bunda o'sha ko'zlanayotgan asosiy maqsad aholini bandligini ta'minlash va daromadini oshirish. Asosiy maqsad shu, pirovard maqsad, hamda aholi band bo'lgan sari bu daromad oshadi, soliq to'laydi, iqtisodiyotimiz yaxshilanadi va insonlarning hayot darajasi yaxshilanadi. Nima sizda qo'shimcha bor? Marhamat. Bizda 7000 dan ziyod mahallaga muayyan iqtisodiy yo'nalishga ixtisoslashtirildi. Ya'ni o'sha dehqonchilik, gulchilik, asalarichilik, servis xizmatlari va boshqalarga. Ana shu sohalarda mahalliy iqtisodiy modellar shakllantirildi. Bu borada ko'radigan bo'lsak, 1,5 million oilani barqaror daromadga ega bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Yurtimizda kambag'allik darajasi yil boshidan 809% dan 508% ga tushganligidan dalolat beradi. Albatta bu ixtisoslashtirish natijasida ularni o'sha ish bilan band qilib, hunarga o'rgatish, o'quv markazlarini tashkil etish va shular orqali ularni demak yo'nalishlar berib, demak kambag'allikdan chiqarish uchun demak ularni mana shu o'zi hayotiga befarq emasligini demak e'tibor qaratishga demak mahallani kuchi ham alohida o'rin tutyapti. Shu bilan birgalikda ayni hozirgi holatda ana shu alohida rejalar berilyaptiki, bu o'sha kreditlar berish tizimida mehnat bozorini aniq raqamlar va dinamikasi bilan ham ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Rahmat. Otabek aka, umuman olganda, misol uchun mana shu kambag'allikni qisqartirishni ko'p gapiryapmiz. Balki mana shu kambag'allikka tushib qolayotgan oilalarda iqtisodiy bilimlarni yetishmasligi ham sabab bo'lar yoki pulni boshqarish jarayonlarini qandaydir tushunmas. Bu borada nima ishlar qilinyapti? Men o'zim faoliyat yuritayotgan qo'mita bu budjet va iqtisodiy masalalar qo'mitasi. Bizga kirib kelayotgan har bitta qonun to'g'ridan-to'g'ri o'sha iqtisodiyotimizga yoki bo'lmasam aholi bandligiga yoki o'sha kambag'allik darajasini qisqartirishga juda ham katta ta'sir qiladi. Endi men bitta narsani aytmoqchiman. Bugungi kundagi davlat siyosati aynan bu yo'nalish bo'yicha milliy iqtisodiyotimizni barqarorlashtirish yoki bo'lmasam aholi daromadlarini oshirish bu taktik harakatlar emas. Ya'ni bunga biz platsebo siyosati sifatida, ya'ni faqatgina bugungina buni amalga oshirib, ma'lum bir muddatgina saqlab turish emas. Ya'ni uzoq muddatda aholi bandligini ta'minlash ko'zda tutilgan. Bir tomonlama biz to'g'ri aytyapsiz. Ya'ni birinchi galda o'sha aholimizni o'sha finansiy, moliyaviy intelligensiyasini yanada yuksaltirish, savodxonlik deylik, o'sha moliyaviy savodxonlikni yuksaltirishimiz kerak. Buning uchun o'zi mas'ul tashkilotlar bor. Bu o'sha Savdo-sanoat palatasi yoki mana mahallalarda mana akamiz hokim yordamchisi, ularni ham to'g'ri vazifalardan biri bu o'sha tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarga borib ko'mak berish har tomonlama. Bu marketing tomonlama yoki moliyaviy tomonlama tushuntirish. Chunki bilish kerakki, ertaga bu kredit degani, kredit olish bu risk va o'ziga yarasha riski bor. U sizga qanaqadir resurs sifatida berilyaptimi, siz uni oqilona to'g'ri foydalangan holda, strategik foydalangan holda, unda maksimal siz shunaqa daromad olishingiz kerakki, maksimal ham u sizga foyda sifatida qolishi kerak va uni siz orqaga bankka o'sha uni pulni egasiga, ya'ni bank deb qaraydigan bo'lsa, unga siz o'sha pullarni demak foizi bilan unga ham daromad sifatida qaytarib berishingiz kerak. Buni o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Tadbirkorlik bu bir kunda boyib ketadigan yoki tez nima qilib ketadigan yo'nalishlar, bir kunda boyib ketadigan tizim emas. Unga o'ziga yarasha demak marketing strategiyasi bo'lishi kerak yoki bo'lmasam o'sha raqobatni to'g'ri tahlil qilish kerak bozorda. Bugun bilamizki, O'zbekiston bozor iqtisodiyoti butun dunyoda u shafqatsiz tizim. Bu yerda juda katta raqobat bor. Agar siz ushbu raqobatda strategiya bilan yoki innovatsion yondashmasangiz, bugungi kunda yoki marketing strategiyani yoki boshqa strategiyalarni to'g'ri qilmaydigan bo'lsangiz, bir kunning o'zida sizlar raqobatchilaringiz o'tib ketish xavfi bor. Ya'ni biz mana shu rakursdan, mana shu vektorda qaraydigan bo'lsak, demak
to'g'ri bugungi kunda o'sha mablag' olayotgan insonlar ya'ni kredit qabul qilayotgan insonlar tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan insonlar albatta o'zini ustida ishlab moliyaviy savodxonligi marketing savodxonligini ham parallel rivojlantirish kerak. Bu zarur va shart. Bugungi demak xalqaro iqtisodiyotda ham umuman xalqaro bozorda ham bu eng katta muhim talablardan biri hisoblanadi. Biroz avval aholini turmush sharoitini yaxshilash yoki bo'lmasa ish bilan ta'minlash bo'yicha bir necha yo'nalishlar tanlab olinganligi haqida aytib o'tdingiz. Bu borada qandaydir imtiyozlar berilyaptimi aholiga? Bizni kambag'allikdan chiqarish bo'yicha daromadi yuqori bo'lgan ishlarga taklif qilamiz. Ya'ni tabiiy deganim ishidan mahrum bo'lish o'z-o'zidan yoki oilasida qandaydir fojia bo'lish, tabiiy ofat bu. Uni hech qanaqa cheklovsi yo'q. Shu orqali kambag'allik darajasiga tushib qolishi mumkin. Bundan chiqarish yechimi siz aytib o'tganingizdek daromadli mehnatga jalb qilamiz. Ya'ni kasb-hunarga o'qitish. Kasb-hunarga o'qitishda hozir aytdingiz imtiyozlar bor, ya'ni 70 dan ortiq turdagi kasbga o'qitamiz, imtiyozli vaucher berib, o'sha vaucher orqali tekinga o'qiydi, fuqaro u orqali kasb egallab ishga joylashadi. Bu bitta yo'nalishi. Keyin imtiyozli kredit haqida ekspertlar aytib o'tilganda men ularga ozgina qo'shimcha qilmoqchiman. Imtiyozli kreditlarni ko'p fuqarolarimiz to'g'ri mahallada imkon qadar yetkazamiz. Yana bir joyiga ahamiyat berish kerak. Imtiyozli kredit to'g'ri eng kam foizda beriladi mahallalarda. Ya'ni o'sha qayta moliya stavkasiga 4% qo'shilgan holda. Hozirda 18% bu. Bu imtiyozli kreditlar tadbirkorlikni rivojlantirish, tadbirkorlik qilish xohishi bo'lgan fuqarolarga to'g'ridan-to'g'ri pul ko'rinishda emas, tadbirkorligini boshlash uchun pul ko'chirish orqali beriladi. Mana yordam pullari, ssudalar, imtiyozli kreditlar haqida aytib o'tyapsiz. Mana imtiyozli kreditlar ko'chirib beriladi deyapsiz. Mana shuni olish tartibi ham soddalashtirildimi? Olish tartibi albatta soddalashtirilgan, hammasi elektron tizimda. Smart market orqali pul ko'chirish orqali olinadi. Ya'ni bunda hech qanday ushlab qolishlar, hech qanday foizlar yo'q. Bankdan to'g'ridan-to'g'ri tadbirkor xohlagan uskunasini yoki o'zi boshlamoqchi bo'lgan faoliyatiga to'g'ri keladigan texnikasini nimasidir olmoqchi bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri elektron tarzda o'tkaziladi, pul ko'chirib beriladi. Ya'ni pul ko'chirilgandan keyin 5 ish kunida tadbirkorga shu olmoqchi bo'lgan uskunasi smart marketda sotayotgan tadbirkor orqali yetkazib beriladi. Yana ham savolimni aniqlashtiraman. Bizdagi murojaatlarga ko'ra 100 million so'm miqdorda kredit olayotganda shu ko'chirib berish yo'lida 80 million qo'limga tegdi degan aniq murojaatlarimiz ham bor. Bunda qanday holatlar sodir bo'ladi? To'g'ri siz aytyapsiz, masala ko'tardingiz. Ya'ni biz umuman Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ham bank vakillari bilan, Markaziy bank vakillari bilan uchrashuvmiz. Ya'ni seminar bo'lganda ham bu masalani biz ko'targanmiz, chunki haqiqatdan dolzarb masala. Bu qanaqa, nega vujudga kelyapti bu savol? Ya'ni bozordagi qiymat bilan u yerdagi marketplace'dagi qiymatdagi tafovut. Ya'ni u yerda biroz qimmat degan demak ma'lum bir e'tiroz yoki takliflar bo'ldi tadbirkorlardan. O'sha kichik yoki o'rta bo'g'inda faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlardan biz bu taklifni berganmiz. Bu bo'yicha ham biz Markaziy bankdan olgan javobimiz bo'yicha ma'lum bir tadbirkorlarga yoki ma'lum bir tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan fuqarolarimizga demak naqd pul ko'rinishida ham taqdim etilyapti. Bu ya'ni kredit mablag'lari, bundan ko'zlangan asosiy maqsad ya'ni o'sha yerdagi bozor, haqiqiy bozor qiymati yoki bo'lmasa marketplace'dagi qiymat o'rtasida tafovutni kamaytirish yoki uni yo'q qilish. Ya'ni tadbirkorning o'ziga mablag'larni bergan holda uni o'zini qo'llab-quvvatlash, ya'ni trigger vazifasini bajarib berish. Endi bank qanday yondashyapti, qaysi rakursda yondashyapti? Bu risk sifatida qaralyaptiki, biz yana bitta tomondan qarashimiz kerak. Bugungi kunda kredit olayotgan fuqarolarimiz ba'zilar demak maqsadsiz foydalanyapti. Natijada demak bank o'sha berayotgan kreditlarni qaytarib ola olmayapti. Ya'ni buni NPL deydi ularning tilida. Umuman bank tilida qaraydigan bo'lsak, ya'ni biz o'sha ikki tarafni manfaatidan kelib chiqib o'rtadagi konsensus, o'rtalik topishimiz kerak. Chunki ikki tomonni ham o'ziga yarasha muammolari va berayotgan haqiqatda o'zlarini kelib chiqayotgan, o'zlarining haqiqat deylik, o'zlarining haqiqat va o'zlarining qo'lida tahlil bor. O'shaning uchun biz maksimal harakat qilyapmiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari, ayniqsa o'sha UzLidep, ya'ni biz bilamiz UzLidep bu, ya'ni men UzLidepdan saylangan deputat sifatida aytaman, asosiy biz tadbirkorlar va ishbilarmonlarni qo'llab-quvvatlash va ularni berayotgan takliflardan kelib chiqib, demak biz ijro hokimiyatiga yoki o'sha Markaziy bank tizimidagi faoliyat yuritayotgan banklarga demak biz taklif kiritamiz. Ya'ni bu takliflar ham seminarlar doirasida yoki boshqa platforma
reformalar doirasida doimiy ravishda bu dolzarb masala ko'tarib boriladi va biz o'zimiz takliflarimizni har doim demak tegishli organlarga, tegishli idoralarga berib boramiz. Otabek aka, mana shu ta'minotchilar ta'minlab berishadi-yu, deylik, mana kredit olayotganda ta'minotchiga yo'naltiriladi. Mana shu ta'minotchilar faoliyati ham nazoratga olinadimi? Chunki bizga ko'p murojaatlar kelib tushadi. Qora mol deymizmi yoki qanaqadir to'qchilikni rivojlantirish bo'yicha olayotganda kasal qoramollar ham yetkazilib berilganligi holatlari bizda bor. Endi siz qarang, bizni yana bu bir-biriga tegishli masalalar. Tadbirkorlar bu bizni asosiy yana davlat siyosati bu tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash. Siz aytayotgan ta'minotchi bu tadbirkor. Uni faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri aralashib juda ko'p to'siqlar bor. Bunda maqsad nima? Buni biz ijobiy qarashimiz kerak. Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va bu orqali tadbirkorlar bazasini kengaytirish. Tadbirkorlar bazasi kengaydi degan soliq bazasi kengayadi. Soliq bazasi kengaydi degan bu ijtimoiy, biz O'zbekiston bugungi kunda ijtimoiy muammolarni hal eta olish qobiliyati oshadi degan. Shu bu rakursdan qaraydigan bo'lsak, bu tadbirkorlar faoliyatiga to'g'ridan-to'g'ri aralashuv bo'lib qoladi. Ya'ni men buni ham aytyapmiz, ya'ni doimiy ravishda deputatlar demak o'zini funksional vazifasini bajargan holda bu muammolarni o'rganadi. Tadbirkorlarimiz ham vijdonli bo'lishi kerak. Tadbirkorlarimiz ham vijdonli bo'lishi, ularning faoliyatiga aralashishga bugun hech kimning haqqi yo'q. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri siz borib tadbirkorning faoliyatiga aralasha olmaysiz, chunki u bo'yicha o'zini ombudsman vakili bor, tadbirkorlar manfaatini himoya qiluvchi vakil bor. Siz qachongina u ruxsat bersagina davlat organi borib uni demak shu soliq ma'murchiligi nuqtai nazaridan yoki boshqa nuqtai nazardan borib uni tekshirish yoki monitoring o'tkazish vakolati bor. Agar ular ruxsat bermaydigan bo'lsa, siz bugun tadbirkorlik faoliyatiga aralasha olmaysiz. Bu ham bir davlatning o'ziga yarasha tutgan siyosati. Iste'molchilar huquqini himoya qilish bo'yicha bu yerda siz ta'minot masalasi bizga to'liq javob bermoqchiman. Raqobat qo'mitasi. Marhamat. Raqobat qo'mitasi bor, to'g'ri aytyapsiz. Iste'molchilarning huquqini himoya qilish bo'yicha ham mas'ul nimalar bor? Chunki bular hozir sizni aniq savolingizga aytmoqchiman-da, chunki to'g'ri aytyapsiz, fuqarolar ko'p murojaat qiladi. O'zi kambag'allikdan chiqish uchun kambag'allikdan chiqish uchun o'sha qoramol yoki nimadir olmoqchi bo'ladi, lekin o'zi xohlagandek bo'lmaydi yoki siz aytgandek kasal yoki qandaydir boshqa nimada bo'lsa, nosoz holatdagi nimalar yetkazib beriladigan bo'lsa, u qayta o'rganiladi, qayta tekshiriladi. U o'rniga o'rin almashtirish holatlari ham bo'ladi. Uni bo'yniga oladi yetkazib beruvchi ta'minot, nimasini oladi. Hozirgi kunda yana bitta qo'shimcha qilib ketishim kerak. Yuqorida nimalar aytib o'tishdi. Oldinlari mana shu olib kelib berilgan ta'minotchi tadbirkorlarni bank to'g'ridan-to'g'ri tavsiya qilar edi. Hozirgi kunda fuqaro o'zi topib kelib qilsa ham bo'ladi. Ya'ni o'zi tanlasa ham hozirgi kunda sharoitlar yaratib berilgan. U xohlasa nasldor mol olmoqchi bo'lsa, nasldor firmasida o'zini tanishi bo'ladigan bo'lsa yoki o'zini mahalla hududida joylashgan bo'lsa, o'sha tadbirkor bilan kelishsa, narx-navosini bankdan unga o'tkazib berish amaliyoti hozirgi kunda joriy qilingan. Bu muammolar hal bo'lgan. Bizda mendagi ma'lumotlarga ko'ra, siz kambag'allikni qisqartirish bo'yicha ilmiy ish qilgansiz va uning ilmiy yangiligi nimada va uni amaliyotga joriy qilish bo'yicha nimalar qilinyapti? Asosan ko'radigan bo'lsak, o'sha qishloq joylarida muqim ishchi o'rniga ega emas. Ular mavsumiy faoliyat yuritishadi. Demak, ularni nima qilish kerak? Ko'pchiligi boqimandalik hissi uyg'ongan, ya'ni o'sha menga davlat, jamiyat, odamlar beradi, tepadan berish kerak menga degan tushunchani siqib olgan. Ularni ishlatish uchun nima qilish kerak? Albatta, o'sha kichik biznes, xususiy tadbirkorlik, o'rta biznesni rivojlantirishga e'tibor qaratilyapti mahallada. Ammo bu jarayon bo'yicha qanday ishlarni amalga oshirish kerak? Bu mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar deyarli yetib borishi qanaqadir sust o'sha mahallalarda. Buning uchun huquqiy jihatdan va iqtisodiy jihatdan deputatlarimiz, yuridik universitet olimlari, iqtisodiyot universiteti olimlari, shu bilan birgalikda mahalla yettiligi va kambag'allikni qisqartirish vazirligi xodimlari bilan mahallalarda o'sha tadbirlar, ya'ni uyushtirib, ular bilan maslahatlashib, ularga tavsiyalarni berib amalga oshirish kerak bu narsalarni. Agar bu holatlar kuzatilmasa, O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlarni yetib borish darajasi qanaqadir ma'noda olib borilayotgan islohotlarni ko'rsatish kerak. O'sha kambag'allikdan chiqqan 5 ta 10 ta odamni namuna sifatida ko'rsatib, ularni jalb eta olishimiz kerak. Bozor iqtisodiyoti shafqatsiz deb aytiladi. Agar kimda kim bo'sh vaqtdan unumli foydalanmasa, u och qoladi. Shuning uchun bo'sh vaqtdan unumli foydalangan holatda qo'shimcha daromad manbaini shakllantirish uchun juda katta ishlar amalga oshirilgan. Hozirgi kunda bo'sh turgan yerlari ham hattoki ana shu daromadga ega bo'lish uchun berilyapti o'sha mahallalarda. Ya'ni o'sha ishsiz yoki daromadi kam bo'lgan kambag'al oilalarga berilyaptiki, daromadga kirish uchun.
Bu o'z navbatida kambag'allikni agar ko'radigan bo'lsak, yuqorida 2025-yilda 60 ta tuman va shaharlar kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylanganligini ko'rishimiz mumkin. Bu prezidentimizning murojaatnomalarida ham o'z aksini topdi. Shu bilan birgalikda 3000 ta mahallada 2 milliondan ortiq odam, aholi daromadli mehnat bilan ta'minlanganligini hozirgi olib borayotgan islohotlarimiz naqadar to'g'riligidan dalolat berishini ko'rishimiz mumkin. Umuman, ayollar va yoshlar bandligini ta'minlash bo'yicha alohida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Yoshlari bo'ladigan bo'lsak agar, ularda hozirgi kunda qilinayotgan ishlar bu o'sha 32 ta pilot loyiha amalga oshirilgan. Ya'ni ularni farzandlarini maktablarda bepul to'garaklarga o'qitish ishlari amalga oshirilmoqda. 153 ming nafar kambag'al oilalar farzandlari qo'shimcha to'garaklarga jalb etildi. 7,5 ming nafar kambag'al oilalar farzandlari mana shu to'garaklarga jalb etildi. Moliyaviy qanaqa yordamlar ko'rsatiladi? Farq aka, chunki u oliy yurtlarga kirishi bor, ta'lim olishi bor. Hozir o'shanga kelaman. Hozir unga kelaman. 2000 ga yaqin kambag'al oila a'zolari farzandlari oliy ta'limlarda maxsus grantlar, ya'ni bepul institutda o'qish faoliyatini yo'lga qo'yildi. Bunga mas'ul qilib, mana shu Xitoy tajribasida pilot loyiha sifatida Oliy ta'lim vazirligi mas'ul etib belgilangan edi. Bundan o'sha yana ko'rishimiz mumkinki, hozirgi kunda o'zi respublikada, dunyoda elektron tijorat rivojlanib boryapti. O'sha kambag'al oila farzandlari elektron tijoratlar bo'yicha qisqa kurslarga ham o'qitish yo'lga qo'yilyapti. Bundan ko'rinishi mumkinki, ya'ni dastlabki xizmatlarni yetkazib berish, operatorlik va mana shunga o'xshagan qisqa narsalarni o'rgatadigan yerlar, masalalar qo'yilgan. Bundan tashqari, ularga yoshlarni bandligini ta'minlash uchun alohida yoshlar ishlar agentligi tomonidan alohida moliyaviy imtiyozlar, ularning kreditlari, xabarlaring bor, alohida qaror bilan ularga ijara asosida ularga yer ham berilgan. O'zini bandligini ta'minlash uchun. Undan tashqari mana 2026-yilda ham ushbu ishlar tizimli davom ettiriladi. Ya'ni o'sha mahallalarda umuman daromadni, aholini daromadli qilish maqsadida men bir ikkita narsalarni aytib o'tishim kerak. Mehnatsevar ayol dasturi amalga oshiriladi. Bunda ayollarimiz, qaysidir ayollarimiz uyda o'tiradi, lekin ishga tashqariga chiqa olmaydi. Sababi uni qaramoqda boquvchisi bolasi bo'lishi mumkin, qaramoqda yoki nogironlik bo'lgan shaxsi bo'lishi mumkin va shunga o'xshash boshqa ishlar bo'lishi mumkin. Lekin biz ularni uyda kasanachilik asosida yoki bo'lmasa o'zini o'zi band qilish orqali ma'lum bir uyda qiladigan ishlar bilan ularni bandlik qilish dasturini amalga oshirish nazarda tutilmoqda. Undan tashqari mana yoshlar bo'yicha bu banklar tomonidan amalga oshiriladi. Barqaror kelajak sari dasturi amalga oshiriladi. Buning uchun imtiyozli kreditlar ajratilishi nazarda tutilmoqda. Yuqorida 302 ming oila kambag'allikdan chiqqani haqida ma'lumotlar berildi. Ularni hozirgi daromadlari barqarormi? Bular ham tahlil qilinadimi? Qayta kambag'allikka tushish xavfi yo'qmi? Bu oilalarimizda qayta kambag'allikka tushish xavfi bo'lishi mumkin. Qachonki ular o'sha barqaror bandligini, ya'ni daromadini yo'qotish orqali tushib qolish xavfi bor hamda o'sha 669 mingdan tushgungacha ham qarab turish nima yo'q. Sababi u yerda o'sha moliyaviy instrumentlar hammasi davlat tomonidan ajratib berilgan. O'sha mana 2025-yilda ham amalga oshirilgan edi. Bu ishlash, tushib qolish xavfi bor oilalarni yanada rag'batlantirish maqsadida, daromadini oshirish maqsadida ularda yana qo'shimcha daromadlar yaratish belgilanadi. Ya'niki nima degani? Bu o'sha oilani daromadi muqobil yana ko'tarilishi kerak. Agarda u tushadigan bo'lsa, yana boshidan kelish kerak bo'ladi. O'sha joyda davlat tomonidan mana shu imtiyozli ajratilgan kredit liniyalari va boshqa yordamlar orqali ularni daromadini oshirishga qaratish kerak bo'ladi. Bu yerda bitta risk bor, bu inflyatsiya riski. Ya'ni inflyatsiyani oshiravermaslik bo'yicha ham davlat rahbari juda ko'p topshiriq berdi mutasaddi tashkilotlarga. Agar inflyatsiya oshib ketsa, uni to'g'ri qarashimiz kerak. Daromad o'z-o'zidan kamayadi. Chunki siz olayotgan bugun topgan mablag'ingiz o'sha inflyatsiya darajasi oshib ketadigan bo'lsa, uni kamayish ehtimoli mavjud. Bu risk. Aynan shu risk bilan kurashish uchun 2026-yilda inflyatsiya riskini, demak 8% dan oshirib yubormaslik bo'yicha tegishli ishlar amalga oshirilyapti. Bunga ham alohida e'tibor berishimiz kerak. Endi umuman oladigan bo'lsak, mana yuqorida ekspert akalarimiz gapidan kelib chiqib, bugungi kunda O'zbekiston bozori bu inklyuziv bozor. Hamma uchun, yoshlar uchun ham, xotin-qizlar uchun ham keng.
ya'ni o'sha inklyuzivlikdan kelib chiqib aynan mana shu inklyuziv instrumentlar implementatsiya qilinishidan kelib chiqib bugungi kunda o'sha soliq ma'murchiligida ham 2026-yilda asosiy soliq stavkalari o'zgarishsiz qoldi va umuman qonunchiligimizda qonunchilik bazasida ham olib borilayotgan ishlar mana shu inklyuziv bozorni qo'llab-quvvatlash va barqarorlikni ta'minlashdan iborat. Rahmat hammaga. Bugun biz bir narsani angladik. Kambag'allikka qarshi kurashish bu faqatgina davlatning ishi emas, balki butun jamiyatning ishi. Kelgusi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling.